Hammaga assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa mana bugun Andijon mashina bozoridan 12-iyun hafta kuniga juma 28 gradus issiqligiga qaramasdan xudo xolasa sekin videolar chiqaramiz. Inshaalloh Gentra, Captiva, Malibu qo'ldan kelgancha xudo xolasa ruxsat berganlarini video qilib chiqaramiz. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'yishni esingizdan chiqarmanglar. Sekin boshlaymiz. Hammaga assalomu alaykum akalar. Xudo xolasa Andijon mashina bozoridan hafta kuniga juma 12-iyun sekin Gentra mashinalaridan boshlaymiz. Xudo xolasa katta bolalar mashinasi. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Tak. Eva ko'ringlar tashalgan, barlari bor, avtomat korobkada, monitorlari bor. Tak. Balonlari yaxshi holatda. Bu mashinamizning orqadan ko'rinishi. Bu esa yonboshdan. Shumkalar ham bo'lgan ekan, xudo xolasa. Amerikanka Optima faralari qo'yilgan ekan, xudo xolasa. Aka mashina yili nechi edi? 2022. Yurgan masofasi 77 ming yurgan. Toza. Gazlari bor, propan, metan? Metan gazlari bor, kraskasi top toza. Liboy dokument chiqaram. 77 ming. Aha. Narxini qancha deyapsiz? 22. Yaqinroq 11800 dan o'tib beramiz. 11800. 1800 dan o'tib beradigan, xudo xolasa. Allaqachon nomer ayting aka. 90lik 90lik 622 622 77 70 bemalol akalar ko'rib telefon qilaverasiz. Rossiyadagilar iltimos soat O'zbekiston vaqtiga qarab telefon qilinglar. Soat 12:01da telefon qilib akani bezovta qilmanglar. Ko'pchilik ashuna qilishyapti ekan. Shuning uchun iltimos vaqtiga qarab telefon qilinglar. Mashina juda zo'r, realni katta bo'ladi mashinasi. Akalar keyingi katta bo'ladi mashinasi. Xudo xolasa motor holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Propan metallari bor ekan. Balonlari yumshoq balonlar qo'yilgan. O'zi shumkalar bo'lgan ekan. 3 sloy bo'lgan shekilli aka, shu betonu, xudo xolasa. Salon holatlari polilar tashalgan ekan. Monitorlar qo'yilgan, xudo xolasa. Luklari bor. Tak, orqalarini ham bir qator ochib ko'rsatamiz. Tak. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Mana propanlari. Bu esa yonboshdan ko'rinishi, xudo xolasa. Aka mashina yili nechi? 22. 2022 yurgan masofasi 62 ming yurgan. Kraskasi top toza. Dokumentlar qanaqa aka? Gen chiqaveram? 1 yillik gen chiqadi. 1 yilgacha gen chiqadi. Keyin oldi-sotdi qilib olish kerak. Aka propani bor, ularni aytdik, xudo xolasa. Faqat naqdgami aka yoki nasiya savdo ham bormi? Faqat naqdga. Barter mashinalarigacha aka, devo mashinalariga. Barter ham 19-20 tepasiga barter. 19-20 tepasiga xudo xolasa akalar barterlar bor ekan. Bemalol ko'rib, telefon qilib, aka bilan gaplashib, Cobalt Gentra barter bo'laveradi ekan, xudo xolasa. Allaqachon nomer ayting aka. 93lik 780 00 11. Xudo xolasa aka bemalol chiqaverasizlar. Narxini aytmadingiz aka. Narxi qiziq buni. Eng qiziq narxini aytmayapsiz. 12 mingdan o'tib beramiz. 12 mingdan o'tib berasizlar, xudo xolasa. Bo'ldi. Bemalol qilib telefon qilsa, mashinaning xudo xolasa xarajati yo'q ekan. Haqiqiy katta bo'ladi mashinasi. Xudo xolasa keyingi Gentra katta bo'ladi mashinasi. Ha, deb qorasidan ko'rsataverma deganlar uchun xudo xolasa oqidan ham istadik. Mana inshaalloh. Polilar bor ekan, chexollar qilingan, xudo xolasa rollari, Mers rollar qo'yilganmi? Yo'q, Chevrolet ekan. Barlari bor ekan, xudo xolasa monitorlar bor ekan. Ko'rinishlari yaxshi. Bu esa orqadan ko'rinishi. Bir qator bagajlarni ham ochib ko'rsatib qo'yamiz. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi. Tak. Metan gazlari bor ekan, xudo xolasa. Zapaskalari ham joyida ekan, tushmaganga o'xshayapti, xudo xolasa. Bu esa yonboshdan ko'rinishi. Motorlarni ham bir qator ochib ko'rsatib olamiz. Mana xudo xolasa, chepcha changi bor ekan. Lekin juda zo'r. ABS ham yo'q, konditsionerlar joyida.
Ichki ma'lumotlari qanaqa buni? Yili nechi? 20, 116 2020 116 ming yurgan. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Shumka bo'lgan. Shumkalar bo'lgan. 3-pozitsiya avtomat bo'lsa. Dokumentlarchi aka? Dokumentlar. Hujjatlar joyida Gen chiqaram. chiqadi. Generali chiqaradi. Oldi sotda ham yubo dokument bo'lar ekan, xudo xolos. Puli qancha aka buni? 9400 kami bor. 9900 kami bor. Faqat naqdmi aka yoki barter, nasiya savdo ham bormi? Trekkerga barter qilaman. Trekkerlarga barter bor. Aloqa uchun nomer ayting-ki. 91lik 91lik 587 587 72 72 84. 84. Bo'ldi akalar, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib, so'rab surishtirib olasizlar. Metallarini ham aytib o'tdik bir qator. Akalar, xudo xolasa keyingi katta bo'ladi mashinasi, xudo xolasa salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Poli tashalgan ekan. Barlari bor ekan, xudo xolasa. Tak. To'rtta yumshoq balon, xudo xolasa 4-pokoleniya gazlari bor ekan. Tak. Bu esa mashinani yonboshdan ko'rinishi, orqadan ko'rinishi metallarda, xudo xolasa. Zapaskalari ham tushmagan aka deyapti, xudo xolasa. Tak. Mashinani nimalari bor dedingiz aka, bir qator yana eslatib o'ting. To'rtta yumshoq baloni bor, metan gazi bor, radiator parralar ikkita qilingan, radiator parralar ikkita qilingan, mejigar puntlari bor. Mashinani yili nechi aka? 22 aka. 2022. Yurgani qancha? 110 mingdan chiqdi. 110 mingdan jichi o'tgan. Kraskalar qanaqa? Kraskasi top-toza. Kraskasi top-toza. Dokumentlari-chi aka? Dokumenti endi notariusga borganda bir martalik qo'l qo'ydirib beramiz aka, lekin iloji boricha o'tkazib olgan yaxshi bo'lib qoldi. O'tkazib olgan yaxshi bo'lib qoldi. Lekin libo gen chiqaradi, bir martalik libo dokumentni qilib berasiz. Lekin o'tkazib olgani hamma uchun yaxshi, chunki arzon mashina olmayapti. Mashinaning narxi qancha aka? Buni aka 11600 dan o'tib beramiz. 11600 dan o'tib berasizlar aka. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo, barter bormi? 3-4 ming yetmay qolsa, bir 1-2 oyga qilib kelishib beraveramiz. 3-4 ming dollar yetmay qolsa, 1-2 oygacha nasiya savdo bor. Barter yo'q. Kelishaveramiz aka. Barter ham bor. Nechinchi yil tepasi mashinalarga? 2020nimi, 15dami? Kelishaveramiz. Liboy mashinani ko'rib, pulini berib olib turasizlar, xudo xolasa. Aka, aloqa uchun nomer ayting. 90'lik 90'lik 258 88 84. Xudo xolasa akalar bemalol telefon qilib olaverasizlar. Mashinani yonboshdan ko'rinishi. Akalar, xudo xolasa keyingi katta bo'ladi mashinasi. Amerikanka Optima faralarda ekan, xudo xolasa. Ha deb qorasidan ko'rsataverma deganlar uchun bitta oq, bitta qora ko'rsatishga harakat qilyapmiz, lekin ko'proq qora chiqyapti, xudo xolasa. Salon holatlarini ko'rsatamiz. Polilar tashalgan ekan, Malibu rollar qilingan, Malibu barlari bor ekan, xudo xolasa. Salon holatlari yaxshi. To'rtta yumshoq balon. Bu esa mashinamiz orqadan ko'rinishi va yonboshdan. Aka, yil nechi buni? 2021. 2021. 77 ming yurgan. 4-pokoleniya gaz. Metan gazmi aka? Metan gazlari bor. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraskasi top-toza. Dokumentlarchi aka? Gen chiqaram? Generali chiqaveradi. Oldi sotdi, libo dokument bo'laveradigan, xudo xolos. Faqat naqdmi aka? Kelishaverasizlar. Nasiya savdo ham bormi? Qanchagacha? 6 oygacha, 1 yilgacha? 1 yilgacha beraverasizlar. Qanchasi puli bor? 4000, 5000 puli borlar, telefon qilib kelishsa bo'laveradi-ganda, xudo xolasa. Barterchi aka? Dev mashinalar. Barter yo'q. Barter yo'q ekan, xudo xolasa. 4000, 5000 bor pullar bemalol telefon qilib kelaverasizlar aka. Puli necha pul aka buni? 11,5 ming kami bor. Bu naqd pulga aka. Agar variantga bo'lsa, o'sha nasiya savdo bo'ladigan bo'lsa, narxi o'zgaradi. Shuni ham aytib qo'yaylik, bir qator akalar. Keyin iltimos Rossiyadan ko'rayotgan akalar kech payt O'zbekiston vaqti 12:00da telefon qilmanglar. Shuni ham hisobga olinglar. Aka, aloqa uchun nomer ayting. 90'lik 910 95 97 akalar bemalol telefon qilib olaverasizlar, xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa keyingi Gentra mashinamiz qorasidan deganlar uchun yumshoq balonlarda, balon holatlari ham zo'r, salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Polilar tashalgan ekan, avtomat korobka. Tak, luklari bor. Bir qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz buni. Bu mashinamiz orqadan ko'rinishi. Metanlari ham o'rab qo'yilgan ekan. Tak. Zapaskalari ham tushmagan.
Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Tak. 2022 dedingiz aka? 65 ming yurgan toza. Ularni ko'rsatib o'tdim. Xudo xolasa, dokumentlar qanaqa aka? Yo'q, gench xo'ram demoqchiman. O'tkazib olsa yana ham yaxshi. To'ppa-to'g'ri aka. Bunchachalik, buncha pulga mashina olib o'tkazib olganlar yaxshi. Keyin muammo bo'lmaydi. Mashinani narxi qancha aka? 12 ming kami bor. Ozgina o'tib berasizlar, xudo xolasa. Nasiya savdo bormi? Nasiya savdo yo'q. Devo mashinalariga barter bor, xudo xolasa. Aloqa uchun nomer ayting. 33lik 290 00. Xudo xolasa akalar bemalol Gentra so'ragan akalarimiz telefon qilib olaverasizlar. Mashinaning ko'rinishi juda o'ta go'zal. Akalar, xudo xolasa keyingi Gentra katta bo'ladi mashinasi. Yumshoq balonlar qo'yilgan ekan. Xudo xolasa salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Eva korilar tashalgan ekan. Koja salonlarda. Avtomat korobka 3-pozitsiyasi bo'ladi, xudo xolasa. Bir qator orqalarini ham ko'rsatib o'tsak. Propallari bor ekan, xudo xolasa. Zapaskalari ham joyida turibdi, xudo xolasa. Bu esa mashinamiz yondan ko'rinishi. Yili nechi dedingiz aka mashinani? 2020 toza, yurgani 100 ming yurgan. Yumshoq balonlari bor, gazlari bor, ko'rsatib o'tdi. Xudo xolasa, mashinaning narxi qancha? 10.500 kami bor. Devo mashinalariga barter bor. Bo'ldi aka. Aloqa uchun nomer ayting. 91lik 488 70 akalar bemalol ko'rib, telefon qilib ko'rsatib olaverasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib olaverasizlar. Kelar, xudo xolasa keyingi katta bo'ladi Gentra mashinamiz. Xudo xolasa yumshoq archa balonlar taqilgan ekan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Eva korilar tashalgan. Malibu rollar qo'yilgan, barlari bor ekan. Xudo xolasa avtomat korobkada bir qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Tak, metan gazlari bor ekan. Zapaskasi yo'q ekan. Aka, zapaskasi bormi buni? Zapaskasi bor, uyda qolib ketibdi. Aka, yili necha mashinani? 2020. 205 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kapot bilan shu krilodi ustida bor. Tushunarli. Qo'ygan joyi toza. Tushunarli aka. Dokumentlar qanaqa aka? Gench qo'ram? Gaplashib ko'ramiz unday. Gaplashib ko'rasizlar. Atak oldi-sotdi qilgani ham yaxshi. Hozir eng yaxshisi oldi-sotdi qilgani, eng yaxshisi. Puli qancha aka mashinaning? 8600 dan chepcha o'tib berasizlar. Faqat naqdmi yo nasiya savdo, barter bormi aka? Naqd, bank berishlar mumkin. Aloqa uchun nomer ayting. 91lik 477 5600 akalar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olaverasizlar. Akalar, xudo xolasa Andijon mashina bozoridan keyingi Gentra katta bo'ladi mashinasi. Xudo xolasa o'zini diskasida yumshoq balonlar taqilgan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'tiramiz. Polilar tashalgan, chexollar taqilgan, barlari bor ekan, monitorlari bor. Video registratsiyalari ham bor ekan. Metan gazlari bor ekan, xudo xolasa. Tak, zapaskalari ham joyida ekan. Aka, Gentra katta bo'ladi mashinasi deb qo'yishadi-yu. Yili necha buni? 14. 2014 yurgani? 2014 380 ming yurgan. 380 ming yurgan. Kraskasi bitta mana shu kriloda bor ekan. Kraskasi shu oldi kriloda bor ekan. Metan gazlari bor ekan, pokoleniya. Pokoleniya metan gazlari bor, chexol, poli, registratsiya, yangi balon ham yo'qini aytdim. Mashina narxi qancha aka? Uni beradigan narximizni aytaylikmi? Oxiri qilib beradigan narx qilib aka, yopishtirib bor. 6850 dollarga beramiz. 6850 dollardan icha-picha kanalimiz nomidan esa o'tib berasizmi? Chinga beraylik. Icha-picha o'tib bering aka. 50 dollar nasiya qilib bering. 50 dollar laqtagini o'tib bering, xudo xolasa.
Aloqa uchun nomer ayting. 94lik 191 06 60 shakllar bemalol telefon qilib, so'rab surishtirib olaverasizlar.